Salam qadrli görürmen dostlar. Körüp atqanыңlar Elçi programımızның alahida sani. Biz bugün özgüçü bir muhitda programımızның 26. sanini sizlerning huzurunlarga sunuş aldıp turvatımız. 2020-yılı kirib 2. fəsildən başlap Elçi programısı süratga ilinishqa başlap, mana bugün saq 20 yıllık musafirni muvaffaqiyatli besib ötdi. 25 san programma körürmenlerning nazarida bo'ldi. Her bir san programmadan keyin her xil inkaslar, yaxshi fikrlar qo'lig'imizga yetganida biz o'zimizning ajrdan suyundik, qilgan emgikimizga rozi bo'ldik. Ekran yüzü orqali her ailelerning farzandlari o'zining hikoyasini bayon qilganida ota-onalar bilan yoshlar o'tirsidagi ko'rik bo'lalganimizdan ajoyib xushal bo'ldik. Biz tövende 25 san programmamizdagi go'zal aslimalarni huzuringizga sunamiz.电视机前的观众朋友们，大家好！欢迎你们收看我们的每日节目，欢迎你们收看我们的每日节目。Qadrli görürmen dostlar, yaxshimsizlar? Ko'rib atqaninglar Elçi programmasi, 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 Elçi programmamizni ko'rishinglarni qarshi olamiz. Bir güzelge buldum harap, alay dedim analğımı koptu yarap. Değişkandek yar üyini menden sorap, men barguca yar üyige elçi keptu. Değişkandek yar üyini menden sorap, men barguca yar üyige elçi keptu. Siz erleriningda qo'saqsag'an erlarga bir qadar havas qilamsiz? Yo'q, men havas qilmayman. Shoshma qizlar. Mijoz ig'ir bes qizlarni yoqtiramsiz undaqda? Ha, sizdek shu. Nada? Ustama? Men gap qilmadi. Menma. Ha? Hozir Elçi programımızda. Oy, so'rab qo'ying, xizmatdashing dotime. Yapılmaydı, manziyen çıkmamda bunu bilsem. Mella bulsam küreyani algınını, men alguca yar üyige elçi. Güller üzüp bergin desem, üzüp birey yar. Aynı elip bilelmeymen, rastım ne desem. Keçirim, mijozimiz mahkama etgan. Siz nim tomoqni bek yaxshi ko'rasiz. Şu görüş tamamları. Go'shnammi? 把它融入到我身体的一部分，把它融入进来。然后好吧，我就这样回答吧。好的，谢谢。 Pravınız var çoxmi? Bek işin bulamdыңызmı? Mening aqtirish iqtidorim yo'q, gapingizga qo'ysam. İçilib ketdim da. Va açılıp da muzik chiqmasa, da usul o'ynashimiz var. At, Qizil ranglik atirgulmi? Ben uzun çeş koyuğa oğullarını yoqtirmayman. Abi qalap aqslan. Shmu. Reşet yaxshi bo'ldi, qalap ekan. Men o'rtaqchima so'rab vaqtni almanglar. Qo'yan deydi. Pul tapalaydigan adamlar to'g'ri, pul tapalaydigan. Bu yerdagi masala paltu masalasi emas. Paltu. Ben bir qizchaqni yaxshi ko'rib qoldim. O gavsuni o ayla bilu. Ama sen bu naqshni asli pek yaxshi aytgansan. Chaqnab turgan to'lin ay. Ko'zlarim seni gulga o'xshtir. Tutani çalay deymen, temburni çalay deymen. Muşu güzel kızlardan bugün birini alay deymen. Ak etim, appak etim. Etim bulsa qetib al.
Bizning qizlar bekli uz, yangzang bo'lsa elib ol. 无氧就是平时做哪一些健身的动作啊？可以教一下我们吗？对，空坚持几分钟。Oilangizga sizga bir 1000 ko'y pul berdi. Siz o'shni qanday bir taraf qilsiz? Ayol kishi bilan bir boqqa o'xshaydi. Yaxshi parvish qilsang, bag'ansi bu ish bukbaraqsan bo'lib ko'kirib meva berdi. Men bag'van bo'lishni xohlayman. O'zingizningki kamchilik esil olgan chaqda o'zingizning barliq narsasini yo'qotib qo'ysiz. Alim olimga cheksiz rahmatimni bildiraman. Ham bunday keng kishilarning taxamo qutuqliq bo'lishini biz chin dilimizdan umid qilamiz. Fikringizda ching turishingizni umid qilaman. Kasbingizni birinchi o'rin qo'yamsiz, oilangizni. İctimai fəaliyyətlərə qatnashish, ishlab chiqarish, qatnashish huquqi bo'ladi. Davlatimiz Öyleniş Qanunining 15-moddasida bu to'g'riliq aniq belgilangan. Yosh chiqsan gap anglaydi. Tur desangiz turgan. Mang desangiz mangadigan. Jim o'tirib bir taraf qilganlar bakrak uzoq o'y tutamdi yoki shu bosik qachab silvitib o'y tutganlar. Ayol kishining og'zi ishtik bo'ldi, tayoq yeb soldi, chunki qizlar. Qayslar balam? Bola degani to'larni setib oldigan bir şeymi? Olimiz olmaymiz deb bozordan oldigandek gap qildi ekansizlar. Bola qas olasizlar. 3 yil desam chidayman. Biqodan ko'nglim yiqildi. Nima sizga mushu sahnaga qadam besishingizga turtki bo'ldi? Elchining rolini o'ynaydigan bo'ldi men uchun. Qadrli ko'rman do'stlar, yuqorida biz xuddi kino lentisida ko'z oldimizdan o'tgan 25 son filmdan qisqacha ariyalarni ko'rib o'tdik. Demisimi, yarim yil ichida biz nurg'un oilalarning farzandlarining, o'g'il qizlarimizning kelgusidagi jo'risiga bo'lgan umid orzusini angladik, ularning hikoyasiga jo'r bo'ldik, maslahatimizni aymadik. Naq maydonda o'ltirib oldin qismlarga qatnashgan qiz yigit mehmonlarningki onasi sifatida ulardan maslahatini aymagan Xayrgul Hasan, qonun maslahati bo'yicha majburiyatini ado qilib kelayotgan Fatigul advokat, Ali Molim va men naq maydondagi ini singillarimiz uchun maslahatchi qayrindish sifatida ularga hamdamda bo'ldik. Lekin biz aldirashchilik ichida o'zimizning tuyg'usini tomoshabin do'stlarimiz bilan o'rtoqlashishga texi ulgurmadik. Bugun oltindek fursat bo'ldi. Men naq maydonda izchil ko'pchilikning hissiyoti bilan o'rtoqlashib kelayotgan ustozlar bilan qisqagina suhbat o'tkazib baqay, anglab beqinglar. Avtonom rayonlik madaniyat yurtidan ommaviy madaniyat tadqiqotchisi, davlatlik birinchi darajalik aktyor, kasb va turmushda qo'sh muvaffaqiyatga erishgan san'atkorimiz Xayrgul Hasan. Xayrgulda qarshilamiz. Şinjan Sübi Advokatlık Ornu'nun hemkarlaşıqçısı pişqan təcrübəlik canlıq advokat Fatigul Abduqadir. Fatigul'a da qarşılığımız. Köpçülüknün qarşı ilişiği erişken psixika o'qituvchisi Ali Molim. Ali Molim qarşılığımız. Salam qadrli ko'rman do'stlar, ko'rayotganinglar Elchi programmamizning o'zgacha suratga ilingan bir soni. Programmamiz yo'l qo'yilgan yarim yildan buyon 25 son Elchi programmasi ko'pchilik bilan yuz ko'rishdi. Bu jarayonda tomoshabin do'stlarimizning yaxshi fikrlari uzilmadi. Programmamiz qatnashgan mehmonlarning oyog'i uzilmadi. Albatta, izchil programmaning guvochilari bo'lgan Fatigul odam, Ali Molim, Xayrguldan hammamizning hissiyotimiz o'zgacha bo'ldi. Endi biz bugun naq maydonda sahnada aytib bo'lmagan so'zlarimizni sizlarga so'zlab bermoqchimiz. Fatigul aka, 25 son programmamiz suratga ilinish jarayonida siz bak aldirash o'tdingiz. Naq maydonda mening savolimga, to'rdoshlar so'ragan savolga, hatto qatnashgan mehmonlarning savoliga javob bersangiz, tamoq oraliqlarda qatnashgan bolalar yeyiningizga kelib, Fatigul aka, biz qonunda bundaq bir maslahat so'ramoqchi edik degandek turli savollarni so'radi. Demak, siz izchil eng aldirash o'tdingiz. Mush jarayonda balki his qilganlaringizmi bizga o'xshamaydigan bo'lishi mumkin. Qadrdan ko'rman do'stlar, ekran orqali sizlar bilan yana bir qatim ko'rishganimdan to'liq xursandman. Biz shu Elchi programmamizning 25 soniga qatnashdik. Bu jarayonda men shu tor orqali ham naq maydonda ham shu Elchi programmasiga tulpun qilish orqali so'g'an shu qonundan maslahat so'ragan savollarga programmada naq maydonda javob berib keldim. 25 qism
programma qatnaş jarayonida to'y qilish yoshida turayotgan yoshlarning ham keng xalq ommasiningki qonun orqali o'zining huquq manfaatini qo'g'dash e'tining kundan kunga kuchayotganligini his qildim. Endi Ali Ma'lummi bizning programmamizning qiziq nuqtalaridan biri. Chunki Ali Ma'lumning so'zlagan har bir so'zlari tomoshabin do'stlarimizga alohida ta'sir qilib keldi. Hatto naq maydondagi mehmonlarmi o'zi ilgari so'rg'isi bor. Hatto naq maydondagi bir qism qatnashgan mehmonlarmi o'zining so'rg'isi bor nurg'un savollarni yigitlarni qayirib qo'yib turib, hatto yigitlar qizlarni qayirib qo'yib turib Ali Ma'lum bilan paranglashib ketgan vaqtlar bor. Menimcha Ali Ma'lumga ta'sir qilgan mehmonlar xil ko'p bo'lishi mumkin. Ali sizga mush 25 son jarayonida kimlar bakrak ta'sir qildi? Bu men qatnashgan mehmonlar ichida. Bu 25 sondagi 25 odam 25 xil tip o'xshaydi. Chunki bularning har birisining o'sib yetilish orquni o'xshamaydi. To'g'ri. Shu tufayli bularning o'sib yetilgandan keyingi dunyo ko'z qarashi o'xshamaydi. Ularning qimmat ko'z qarashi texim o'xshamaydi. Shu tufayli ularning tanlashlari o'xshamaydi. Ma'lum bir mayir tanlagan yoki yaxshi ko'radigan mayirni yana bir mayir qat'iy yaxshi ko'rmas mumkin. Bu tanlashlarni nima shakllantirdi desa, o'sha odamlarning ichki dunyosidagi ashlarning tanlashi qo'mondonlik qilayotgan bir dunyosi belgilaydi dengi. Ham bekrak ismda qolgan ilqi Mahsum men bilan quloqdosh. Hamda ba'zi odamlar bor qarang, bir umr nima uchun tirishadi, bir umr, bir butun umr hayotini nima uchun tirishadi desa, boshqalarning zanglig'iga uchramaslik uchun yashaydigan odamlar bor. Demak bu kishilarga qandaqdir taraqqiy qilib, yo'g'inab qilish emas, balki nima desa, zanglik qilmaslik uchun yashaydi. Ba'zi odamlar bir umr ayiblanmaslik uchun yashaydi. Ba'zi odamlar bir umr yolg'iz qolmaslik uchun yashaydi. Natijasi bu kishilar dal zanglik uchraydi, ayibnish uchraydi, yolg'izmi qoldi. Bu amaliyotda faqat odamlarning kallasiga kelgan xato logika, shunday qilsam, undaq bo'ldi degan. Ammo bu Maqsum birodar hamda qandaqdir mudofaa shaklidagi hayot emas, balki huzurlanish tipidagi hayotni kechirayotgan bir odam kim bu? Hamda hech qanday odam bir odamga o'zidan olqib bundaq hukm qilolmaydi. Ash odam menda beram tuyg'u paydo qilgan bo'lsa, men uni nachar sifatlayman. Agar u odam menda xushallik paydo qilgan bo'lsa, men uni yaxshi sifatlayman. Demak, bu yerdagi kishilarning ma'lum narsani tasvirlashi yoki hukm qilishi hamiyati o'zining ichki dunyosidagi masala bu. Uni obyekt bo'lanmaydi uni. Onun bilan bir vaqt tomoq yegan ishim yo'q. Shunga mushumayir ismda qopdi. Hammasi ismda bormish bolaning. Rahmat Ali. Endi biz lentini kayniga yondirib, Maqsum chiqqan shu sonni bir ko'rib baqaylik. Hurmatlik ustozlar. Chiroyli o'maq qizlar. Aslim tijliq tudinglarmi? No'qalab qolsam, o'mangni ko'madi qashliq. Yaman bir-biringizdan shushan o'z chiroyli bo'lib ketibsizlar. Yaxshimisiz? Dehshat. Yaxshimisiz? Dehshat yaxshi-ku doktor, dehshat yaxshi. Yaxshi bir etizga o'xshatsak sizni, nim tersimizda unudi deganga o'xshash. Doktor ko'zim chiqib qoldi. Voy ko'ngil bersam qara qashqa darang dang dang burang. Voy aya derdim darang dang dang burang. Man Elican bizga qo'ldash bo'ladi o'ziga. Kaslelijo. Ham chiroyim men o'xshab qoldi ekan bu odamni. Naringlar o'xshaydi ekan. Quloqdash. o'xshaydi ekan. Quloqdash, eli qurban. Qasangni cho'ng gap qilganlar, xonimlar, eli qurban dek memlege quloqdash bo'lisha olamsizlarmi? Mahsumjonning bizga xushallik ato qilganiga chin dilimdan rahmat aytaman. O'zgacha xarakterdagi, uningdan boshqa yana ig'ir besiq, gap qilishni xohlamaydigan mehmonlar programmamizga kelib qoldi. Hatto o'zini ifodalashni yaxshi ko'radigan riyosatchidan gap talashib qila oladigan mehmonlar programmamizga qatnashdi. Demak, ularning oila tarbiyasining o'xshamasligi bilan biz kutib olgan mehmonlarmi o'xshamadi. Endi mush uchimizning o'rtaq bir hissiyoti bor. U bo'lsa programmamiz 16 songa mang'icha biz 4 edik. Lekin 16-sondan keyin biz 3 bo'lib qoldik. Ya'ni programmaga izchil qatnashgan 4imiz 3 ga aylandik. Buning sababi bizga programmada hadiya yo'lida, kelgan mehmonlarga nisbatan ona yo'lida mangan bizning ataqliq aktyorimiz Xayrgul odam kino ishlash sababidan
vaqtincha programmamizdan ayrilib kino ishlash naq maydoniga ketib qoldi. Bu jarayonda biz xuddi yaqin bir qarinishimiz yenimizda yo'qda ko'nglimiz yerim bo'ldi shundaqo. Biz naq maydonda Xayriguldamning hissiyoti bilan o'rtoqlashib baqaylik. Her qandaq bir qız qerindishi ba, o'g'il balalarning ashlarda bo'ldigan psixikasi, inim ba ya akam ba degan bir xil ishonch tuyg'usi bo'lib turdi bundaq oilada. Eng avval sizlardek 24 yoshli balalarning jiq qatnashgandan intayin xush bo'ldim. Chunki sizlar aldirabsizlar. Odam o'zining kamchiligini bilish kerak. Kamchiligini qayerda bilgandan keyin shu kamchiligini tuzatib u texmi mukammallikka qarab yüzlündü. Bizde ayallar bir koludu büşükünü təvirətsə, bir koludu dünyanı təvirtidu degan bir arzu armanlarımız buldu. Çünkü ayallarının həmmisi, balalarının emas, bütün kainatın anısı buldu emasmı? Programı nurgun adamın diqqətini tapdı. Şundaqla həmmisinin yaxşı bahasına erişdi. Bununla qatnaşqan hər bir mehmanlarımı özünün bir yaxşı görgən qızlarga erişikə bir kəңі meydandan şundaq yaxşı bəhirləndi deb oylayman. Ben Elçi programımızdan 15 saniye katlaştım. Keyin hizmet münasebeti, görünüşke eriş vakti doğru geldiği için kep bulamadım. Bu görünüşke ağa vakitlarda ben intihar hoş oldum. Çünkü yaşlarımız kalmışında bir kenar meydanını hazırlap, aşuların özünün hiyaldikidek bir yaxşı turmuşları, məngülük bəxti, özünün məngülük cübdünüşü, yani tip bağına da hoştum. Turmuşun özü bir rəngdar hayat bu. Rəngdar bir baqqım oxşaydı, heç nimisi yox, taqqım oxşaydı, yeni şundaq bir çölgüm oxşaydı. Hayatının hər birisinin özüge düşünük, nurgulluğan hikayeler oldu, sual cevaplar boludu. Bunundan keyin çıqıdığan mehmanlarının en yaxşı tayarlığı bilen müstəqni qadam besishini ümid qilaman. Undaq bolsa, biz davamlıq yəni özümüzningki hissiyatimizni ortaqlaşıb baqaylik. Ali, siz 25 sen jarayonida charchash his qilib baqdingizmi? Men ko'pincha vaqtlarda hamda u mayli u sahnaga chiqay yoki bosh sahnaga chiqay, menda chuqur men bir psixik maslahatchisi deydigan undaq bir qopqon qo'rg'ay yo'q. Men huzurlanaman shu xolos. Men bir kichik boladek bir ko'rguchi huzurlanaman. Huzurlanish jarayonida kishilarni yaxshi ko'ra olaman. Siz bir odamning nima degini, nima qilg'ini qarab, uning hukm qilsangiz xatolashib ketsiz. Biz bir adamның nima deginiga emas, nemish shundaq deganini topa olganda, ondan biz uni tushuna olamiz. Shunga men uchun sahnaga bu bolalarning har bir gapi men uchun bir huzurlangan bir narsaga aylanib qolgan. Men ashunga aylandirman uni. Unda olgandan keyin balkim tukkanda jismoniy jihatdan charchagandek his qilishim mumkin, ammo undaq qiliqi charchash, undaq bir charchadim deydigan alaydı bir isimde qalğan charchashli yo'q-ku. Rastaysiz Ali, jismoniy jihatda ancha-muncha charchash bo'ldi. Chunki ba'zi kunlari 1-2 sonni ulab olgan vaqtlarimizda haqiqatan jismoniy jihatda charchash his qildik, lekin ruhiy jihatda charchash his qilmadik. Nima uchun deganda biz ehtiyoji bor yoshlarimiz uchun xizmat qildik. Ularning tuyg'usi bilan o'rtoqlashdik. Navbatdagi yoshlarimizningki to'y turmushiga nisbatan ko'z qarashlari bilan uchrashdik. Hatta gerçi yaş cəhətdə bəziləri bilan köp fərqlənməsəkmi, lekin ularning ehtiyoji bilan ayni vaqtda özümüzning ehtiyojida nurg'un farqlarning kelib chiqayotganligini his qildik. Programma suratga elinib oxirlashgacha qayda 1,5 soat, qayda 2 soat naq ketadi. Masalan, sahna men o'rib turgan bo'lsam, boshdan oxir o'rib turgan holatda tursam, Ali Ma'lum, Fatiguldam, Xayriguldamlar boshdan oxir shu o'rindiqda diqqat nazarini butunlay sahnaga bergan asosda o'tirdi. Fatigulda, lekin bir son to'kish xil charchaysiz. Charchamaymiz desek, bu to'g'ri bo'lmaydi hamda. Samimiylik bo'lmaydi. Hamda buningda men hamda shu naq maydonda savol so'rag'uvchilarningki savoliga qonunliq, to'g'ri, o'lchamlik javob berish uchun zo'r tirishchilik ko'rsatdim. Hamda bu jihatda menga azroq besimli bo'lgan bo'ldi. Lekin men o'zim bir kasbiy advokat bo'lishim bilan o'zimning kasbini bak yaxshi ko'raman. Men shu Elchi programmasi orqali keng xalq ommasiningki mush qonun orqali so'rgan savollarga javob berganligimdan ham mush qonun tashviqoti uchun bir kishilik hassa qo'shganligimdan to'limi o'zimni baxtli his qilaman. Ham buningdan keyingi sonlardimi savol so'rag'uvchilarning savoliga texmi yaxshi javob berish uchun texmi zo'r tirishchilik ko'rsataman. Üçleyimiz mayli tomoshabin do'stlarimizning bo'lsin, mayli naq maydondagi mehmon ini-sing'illarimizning bo'lsin, suyimlik do'st sifatida ularga hamroh bo'lganimizdan faxrlanamiz, xush bo'lamiz. Charchsaqmi qayda uni ig'zimizdan chiqarmaymiz.
Şəxsən mən özümni etsəm, saatləb, hətta bir günləb səhnədə örtürüb, putumның qançılıq ağırğanını bir özüm hukuman, faqat ağzımdan çıxaramayman xalas. Lekin elçi səhnəsi qandaqdır şəxsi çarçaşlarımızı aytadigan səhnə bolmasdan, turmuş besimida, turmuş ritminin tezligida o'ziga jo'ri izlayotgan, o'zining turmushini betish uchun alg'a intilayotgan mardon yoshlarimizning sahnasi bo'lganligi uchun bizning putimizning talg'ini cho'ng masala emas. Biz bundan keyingi sonlarimizda yana davomli eng tetik ro'yaltimiz bilan o'tkir fikrlarimiz bilan yanala sizlarning ham kelgan mehmonlarning eng suyumli do'sti bo'lishga tirishchilik ko'rsatamiz. Endi shu Fatgul adamga to'rdamda qiziqarli inkaslar tushgan yodimda. Fatguldan nimanchi kaskin, Fatguldan turmushdan mushundaqmi deb, hatto ba'zi tomoshabinlarimiz bizga, masalan, Gayda riyosatchiga, Gayda Alim olimga, Gayda Xayriguldamga, Gayda Fatgul adamga yurak so'zlarini dedi. O'zingizning og'zidan anglasin. Texam chin bo'ladi. Siz turmushda qandaq? Endi men odatda shu programmada qatnashib turibdiman. Qatnashgan holatim shu, turmushdagi holatim shu, xizmat jarayonidagi sotlar qatnashgan holatim shu. Endi men shu savolga shu qonun bo'yicha maslahat berib keldim. Har qanday fuqaroninki qonun bo'yicha ish ko'rish, qonunga bo'ysunish majburiyati bor. Rahmat Fatgulada, mayli siz bo'ling, mayli Ali ma'lum bo'lsin, mayli men bo'lay. Bundan keyin elchi programmamizning surat elinadigan texim nodir sonlarda albatta biz kelgan mehmonlarimiz uchun ham ota-onalarning tuyg'usi bilan shu kelgan yoshlarning tuyg'usini uchrashtirish uchun xizmat qilamiz. Bu burchimizda yanmaymiz. O'zimizning mas'uliyat doirasida yoshlarimizga, ini-singillarimizga ya apаңыз bulamdı, yoki qo'shnilar bulamdı va yoki o'zingizning do'stlar bulamdı. Osanda paloni nemishki qo'ldan yetlab atishib ketamidi? Nima uchun ikkisi shundoq mos kelgandi degandek ko'ngil bilish xarakteridagi savollarni so'rganlar xil ko'pmi? Menmi chiqsam bo'ladi? Ma'lum meni bir chiqarib qo'ysangiz bo'ladi. Men chiqamayman u yerga. Shirkatlar bor. Shulik desang bo'ldi, shu chiqib baqsang bo'ldi emasmi? Deymamda. Nima deganda nurg'un odamlarning hamda chiqmoqisi bor ekanda, hamda u sahna qandaqdir kishilar o'ylaganday qo'rqinchli sahna emas. Qiyin sahna emas. U bir sahna shu. Nurg'un odamlar hayotini bekla kontrol qilib yashaganlik uchun o'zining kontrolliqning sirtidagi azroqlar, o'zining rohat balbig'ining sirtidagi azroqlar bir notunish muhit kirgandilar. Bo'ladi bir xillik shuk deymiz. Xo'ddalik bug'ala mashinaning chirg'i o'qas qit qolgandek nurg'un odam o'zining tunish muhitining sirtiga chiqib qolsa, bug'day qit qilib, nim qilishni bilmay, qo'rqinchli o'ylaydi. Shuningdan yana o'zining tunish muhitiga kirib olib, buningda bir xil nim bo'lmaydi, taraq qilish. Ham bu sahna shundoq odamlarning notunish muhitidan chiqib bir yerdi bu. Bu yerda chiqqandikilar nurg'un moyirlar o'tgandim dedim, o'zining aslidagi iqtidorining, aslidagi shu mayli so'zmanlik bo'lsin, mayli iqtidorni joriy qildirish bo'lsin yoki aloqa iqtidori bo'lsin, shuni ora 30% ishlatiladi. 30%ni. Jiddiylashdi deymiz. Shunga u moyilning hamda sahna ashunchalik so'zligin degan bek cho'ng iqtidor. Ham shu nurg'un odamlar cho'qim o'zining haqiqiy holatini bayqash uchun notnush muhitda undan o'zini sinab beqishi, notnush muhit kirganda anandayken odamda bir xil o'zini tushunish texmi yuqurlaygan gap. Shunga men dedim hamdashlarga. Sening bu odamda chiqib bir qizvolni bilan kelishib, uni o'chib ketishga u muhim emas dedim. Ay sahna o'zila sen uchun bir qinisan chiqa olamsan deb sen saqlab turgan bir taqqa o'xshaydi ash. Endi ashaga chiqib baqsang bo'ladi deb ashunda dedim. Men nurg'un telefon topshirib oldim o'sha elchi programmasi to'g'riliq. Bir qism ota-onalar menga telefon qilgan vaqtda farzandlarini qatnashtirmagan ahvol ostida ularga muvofiq kelgan nomzod bor yo'qligini mendan surishtirib qoldi. Ularga farzandingiz nimishga qatnashmaydi deb so'rsam, ya o'zining xijil bo'lganligi yoki farzandining xijil bo'lganligini bahona qildi. Undan keyin ma'lum bir ikki personaj A, B deyli, masalan Ali ma'lum. Paranglashib qolgan muhitda men bor. Biraylan dedi, har ikkaylan ham tomoshabin subtida. Bu programma haddidan ziyod yangilik bo'lib qoldi. Biz da qabul qilmayotimiz dedi. Yana bir aylan dedi, meningcha bizning ehtiyojimizdan chiqdi dedi. Endi bu yerda men sizning to'g'ri, sizning xato deb hukm qilmadim. Lekin bugun bu maxfiyatlikni oshkorladim. Sizga uchrayotgan tomoshabin iqimlarda qanday fikrlar bor? Men bayatdan dedim-ku, odamlarning bahosi
u hargiz haqiqiy obyektiv baho olmaydi. U avval yüzden o'tgandan keyingi beriladigan baho emasmi? Hamda shu ko'rganlar bo'lsa, demak ash yaxshi ko'ryapti ashuncha. Chunki bir yangilik bu. Yangi bir tamoqni ko'radigan gap, ba'zi yeb baqadi, ba'zi yeb baqmaydi degandek. Shunga menimcha bu narsalarni o'ylashning hech qanday bir hojati yo'q. Chunki kamera shirkati mush programmani o'zi chiqaribdi. Bu bir asli bir xiyol bu-chu. Daha qilmaylama degan bir xiyolni bir reallikqa aylantirdi degan gap-chu bu. Mushning o'zidan bir g'alba. Endi mush programmani suratga olish jarayonida biz yoshlarimiz bilan sahnada emas, tamoq yeyotgan orliqlarda, damaga orliqlarda paranglashib, ularning oilasi kishilarni tushunib ketgan vaqtlarimiz bor. Ular sahnada aytamaganlarni damilish orliqlarga bizga so'zlab berdi. Partikulada mushu tomoshabinlarimiz ichida naq maydonda o'g'il qo'ldan yetilib tushib ketgan qiz bola bilan cho'qim to'y qilish kerak deydiganda ko'z qarashim yo'q emas ekan. Endi bu qarash to'g'ri emas. Buningda qonun bo'yicha tushundirganda ev ayolning anki endi shu to'y qilishda o'z ixtiyorligi bilan bo'ladi. Mush programma orqali qo'l tushib ketgan qiz o'g'illar to'y qilish qilmaslik endi bu ikkisiningki o'zining ixtiyoridagi ish. Faqat bu yerdagi endi mush elchi programmasi shu to'y qilmagan yoshlarni o'ziga tanishtirish rolini o'ynab aldishib fikr jihati birlikka kelsa, mijozi kelsa, o'ylanish guvohnomasi to'y qiladi. Endi agar chiqisholmay qolsa, bular ayrilib ketsa, bo'laveradi. Endi bu yerda cho'qim mush programmada qo'l tushib ketganlar cho'qim to'y qilish kerak yoki to'y qilmasa bo'lmaydi degan qarashmi to'g'ri emas. Bu yerda bir narsa bor, ayolninki to'y qilishda o'zininki ixtiyori bo'lish, o'zi erkin bo'lish, tanlash erkinligiga hurmat qilish kerak. Bir programma dunyoga keldi degan gap bir bu vaqt dunyoga kelganga o'xshaydi ekan. U parvish qilishga muhtoj bo'ladi ekan, asrashga, avaylashga, paplashga muhtoj bo'ladi ekan. Ali bizning elchi programmamiz 6 oylik bu vaqt. Endi bundan keyin o'milashdan mengishga qarab taraqqiy qilish kerak-da. Buni mangdirish uchun albatta biz yana tirishchilik ko'rsatmasak bo'lmaydi. Sizcha navbatdagi davrning ehtiyoji elchi programmamizning taraqqiyotini qaysi nuqtadan bakrak kutyapti? Endi bir har qanday odam kesib bo'lsin yoki boylik bo'lsin, pul tepish bo'lsin, eng oxir deganlar oildan oldigan baxtga hech qanday narsani tanqinmaydi. Eng oxirdaşlarning eng oxirgi izdigan xushalliqi baxtash oilada bo'ladi, oilani topudi ashlar. Unda olgandan keyin bu oilaning o'zi ham bo'lgan gap. Bu xil tushunish kam bo'lganda-chu desa, bu aslidan bir ko'ngillik bir bog' naytliq chigiz kelmaydigan, tug'iz kelmaydigan bir odamga besim ep keldigan bir yak oilni qoldi. Nimish qolsa ayol xushallik beremidi, ayolmi erga xushallik beremidi degan gap. Bundan o'z nima desa, odamdagi o'zini tushunish va shundaqla qarshi tarafni tushunishdagi zo'r bir kamchilikdan bo'layotgan gap. Endi bu elchidiki shu garchi ular oila qurmagan bo'lsa-mu, kelgusida oila qurdiganlar shu. Ashlar vaqti kelsa nurg'un erlarga va shundaq nurg'un ayollarga vakil bo'la oladi. Endi ashad degan so'zlari ayollar normal sharoit ostida degisi va ammo demaygan gap so'zlar bo'lishi mumkin. Demak, ashlar gap so'z degan vaqtidagi bizning inkoslarimiz yoki bizning ashni hal qilishimiz oyadagi yaniliqi demayotgan unsiz nurg'un xotinlarning masalasini balkim yani unsiz holda hal qila olish mumkin. Chunki bir kichik nuqtani tushunishning o'zimi odamda zo'r bir ozodlikni shakllantirdi. Bu ozodlikning o'zi oilaga xuddi shu qurib ketgan daraxtga suv qo'ygandek bir xil kuch beradigan gap. Shunga bundan keyingi bizning sonlarimiz biz davomli texim ichkirilib, texim murakkab, texim zil bo'lgan bo'libmi ayollarning o'tishida ama tilg'anmaydigan zil masalalarni dadillik bilan bir yuzinishni o'ylashyapmiz ham. Shunda o'ylayman. Biz ham shunda o'ylaymiz Ali. Chunki bizning ko'z qarashlarimiz bir yerga kelganligi uchun biz bir maydonda ini sing'illarimizning
akisi hadis sübtide ularga mulozimat qilyapmiz. Ularningki ehtiyojidan chiqyapmiz-da. Endi oila haqiqatan siz boya aytgandek bizning charchashlarimizni tugitadigan, bizning tuyg'ularimizni yiqmasdan ayta oladigan, ham biz rohatlanadigan bir joy ekan. Turmushni bir dengizga yoki okeanga o'xshatsak, oila biz uzib boradigan qirg'oq ekan. Undaq bo'lsa, bugungi tatliq suhbatimizni mishada oxirlashtiraylik. Biz yanala elchining yangi sonlarida jam bo'laylik. Şöyle dedi ki sen neçe muhabbet bağıldın degende 3 dep boldu. Rast gepdemisi? Sizmiş 8 kız valı ba meydanga tuncu dumbaqni men çalaman dep o'tirib chiqalapsiz emasmi? Ha, yoki undan cho'ng, ya undan az kichik bo'lib ketsa-mu, bo'laveradi. Endi faqat bu yerda oldingi shart cho'qim shu to'y qilgan er ayol o'z ixtiyori bilan to'y qilgan bo'lishi. Er ayolning turmushi avlish bile sababidan ajrashib ketgan. Fransiyaning ayollariga bir xil havas qilamsiz. Ama sizning yasınışınız mı Fransız qizlarga o'xshab qoldi ekan-ku. Sizlar birisini yaxshi ko'ra qolganini qanday bilsizlar? Va'dani o'rinlamoq bizning majburiyatimiz doirasida bo'ladi. Elchi programmamizni yaxshi ishlaymiz deb va'dalarni beryapmiz. Albatta buning uchun tirishmasak bo'lmaydi. Bu jarayonda bizga madad beradigan ustozlarning fikr taklifini har vaqt anglab turamiz. Xo'sh, 25 son film ishlandi. Bu jarayonda bizning atrofimizdagi har soha, har kasbchilarning fikrimi o'zgacha bo'ldi. Biz ularning fikriga quloq solib boqaylik. Men bu elchi programmasini kerak o'qib qopdim. Ajab yaxshi ekan dedim, onun bek o'zimning yaxshi ko'rganim birsi Ali Qurbonma, o'zimning o'g'liga o'xshash naytiliq psixik jihatdan odamning yuragidagi qatqitidagi ko'nglidagi gapni deb berdi-ku. Yani birisi Padgulning ig'zi orqali men qonundan nurg'un savodga ega bo'ldim. Shunga men nayt qiziqib her çarşamba bo'lsa oldirab elchi programmasi boshlang'ich butun ishlarimni qo'yib televizorni oldi kelib o'tirdim. Endi buningda bu yo'l qo'yilgani bek yaxshi bo'ldi. Ota-onalar g'amda. Ma bolamni, o'g'limni eshitgan bo'lib ketdi, qizimni eshitgan bo'lib ketdi. Qanday qilishim kerak ekan? Aşağıda bir chiroyli tanishdi ekan. Dastlab qadamda yuzdi 40% emde. Bir yakasimi qog'imni yurish jarayonida o'xshaydi. Qog'imni to'y qilib qog'imni asta-asta turmushning qattiqligini asta-asta biladi deyman. Elchi programmasini men izchil ko'rib kelyapman. Bu programma hozir bir qara ishlanib bo'ldi deyman. Yani Şinjan kamera madaniyat tarqatish tarafidan planlab tashkillangan bu programma navbatda shu qiz yigitlarning uchirish tipidagi program bo'lib, shu programmachiligimizda bir bo'shliqni to'ldirdi deyishga bo'ladi. Bo'lib hozir shaharlash qadamining tezlashishi bilan teng qiz yigitlarningki uchirish fursatlarida zo'r o'zgarishlar bo'ldi. Bir oila hamda jamiyatning eng asosiy birligi bo'lish bilan oilaning mustahkamligi cemiyetimizin sağlam taraqqiyotiga bevosita ta'sir ko'rsatdi. Bu jihatda ma'lum darajada jamiyat yetaklash kuchini o'ynash jihatda bu programma o'zining ma'lum ijobiy rolini o'ynaydi deyishga bo'ladi. Bu programmada nuqul qiz yigitlarningki uchrashib, bir oila qurishlar emas, oila qarishi, baxt qarishi, shundaqla qonun savodlari jihatdami bu programma o'zining mazmunlarini beyitib, qiz yigitlarningki sağlam bir aile qurishi uchun ma'lum ko'rikli rol o'ynaydi deyishga bo'ladi. Elchi programmasining bundan keyin son va sifat jihatda texnik cho'nqurlik ko'zlanib, haqiqiy qiz yigitlarningki erkin, ozoda fikrlasha oladigan, haqiqiy o'zining qimmat qarashlarini o'rtaqlasha oladigan haqiqiy yaxshi bir suhbat bo'lishini chin ko'ngildan umid qilaman. Şu etrafımızdaki, turmuşumuzdaki bir boşluğun to'ldadi deb qarayman. Endi mening shaxsan qarshimda mayirlarga ko'proq boshliq bersa, bu mayirlarni ilhomlantirib, shulardan ko'proq o'zaro fikrlashish fursatini bersa deb qarayman. Eğer mayirlar mening nazarimda sahnada turib turgan bo'lsa, mushu qizlar kelayotganda er mayirlar mushlarni kuzatish, anandagi shu jarayonda o'ziga bir xil
jur'at hosil bo'lsa, uningki shu kirish chiqish ikkisininki o'tirisini bir nima qilgan bo'lsa degan bir nimada shu mayirlarga, sahnaga chiqayotgan mayirlarga men intayin hurmatim bor. Chunki bizning bu sahnani hozir bizning bu bir yangi shay emasmi? Yangi shayninki yaxshi yetaklanib, shundoq mengishi bizniki biz shu sahnaninki elchi programmasining bundan keyin taraqqiyotiga zo'r ta'sir ko'rsatdi. Elchi sahnasi ajoyib yaxshi bir hozirlangan sahna. Shundoq chiroyli bir yigit 8 qizni tanlaydi. U sahna tanlayamiz, yana bir qatim tanlaydi. Qizlarning rad qilish fursati bor, tanlash fursati bor. Biz bunday yoshlarni ilhomlantirishimiz, hammamiz qo'llashimiz va yangi shayninki gullanishi uchun biz o'zimizningki hassini qo'shishimiz kerak deb qarayman. Necha kundan keyin ana bir hozir qabul qilinmaganlar bir necha yildan keyin sanmi xalqning bolasi sahnaga chiqar ekan, elchi sahnasiga chiqar ekan, sanmi nima deb elchi sahnasiga chiqib bir qizni atganmaysa ya bir yigitni tanlab kelmaysa deyishi mumkin ota-onalarimiz. Ammo bizmi deyishimiz mumkin degandakchi bu sahna endi qisqartib aytganda bu elchi programmasini men intayin qo'lladim. Programmamizga yuksak nuqtada turib yuqori baholarni berdik. Navbatda tomoshabinlarning tuyg'usida elchi programmasining qiziq nuqta bo'layotganligi bizning xo'shalligimiz. Chunki boshqalarning nazar tushdi degan gap e'tiborga ilindingiz degan gap. Ko'pchilik har bir san programmadagi yangiliklarga alohida diqqat qilyotdi. Undaqda tomoshabin do'stlarimiz elchi programmamiz haqida zad nimalarni aytadi, anglab boqaylik. Biz hamda shunchalik yaxshi suyunib ko'ryapmiz. Elchi programmasini ishlaganiga shunchalik xursand bo'ldik. Menimcha hamda elchi programmasini shunchalik yaxshi ishlagan deb qarayman. Mening shu savodoshlarim, shu cho'nglar bo'lsin hammasi, hamda yoshlarga shu sahna tayyorlabdi. Lekin bizga shu 50 dan oshgan bizningki yo'ldoshlarimiz tugab ketgan, ya bir sabablardan mushtab bo'lgan ishlar bilan biz uyda o'tirib qoldik. Bizga shu bir sahna hozirlab bergan bo'lsa, biz shu yerga chiqib boqqan bo'lsak, biz o'zimizning baxtini tepib boqqan bo'lsak, deb menga jiqqa inkoslar keldi. Endi men dedim, endi buni asta-asta endi bir qadam menish kerak. Bo'lsa shu programmani shu cho'nglarga, yoshlarga o'rtaq bir qissa deyman. Men shu elchi programmani ko'rganman bu yoqqa. Ben jihnasini tushunib oldim. Nimishga deganda birinchisi shu yoshlarningki qonuni ingini ko'tardi deb hisoblayman. Ikkinchisi hamda Eli Qurbon psixik jihatda bu ondan nasab berdi. Hatta biz ikkimizmi shu yosh kiribdik. Ba'zi ishlarni qoida ikkimiz bir-birimizga nima deymiz hamda gap qilish ketimiz. Sen shu yosh kirib buni senda shu psixik jihatda xatolik bor ekan. Menda xatolik bor ekan deb hatta o'zimizningki psixik jihatdagi xatoligimizni tuzab mujnaq ketparmiz. Çarşamba kunlari soat 1 vaqt bo'lib ketkicha biz mushun ko'rmay aramamaymiz. Mushunchilik qiziqib ko'ryapmiz endi. Xuddi o'zimningki bir o'g'lim yoki qizim o'ziga muvofiq bir jo'r tanlab tushib ketgandek mishada o'tirib shunchalik qo'shib ketdiman. Nimaga? Shu bolalarning onasi meningdek bir onada, shu yigitlarning opasimi meningdek bir ona. Onalar degan orzu qilamiz bolalarimizning baxtli bo'lishini, chiroyli qizlarni tepishini orzu qilamiz emasmi? Shuningga men shunchalik xushal. Elchi programmasini ko'rgandan keyin qilib shu qiz yigitlar bir-birini tepishib chiqib ketgandan keyin shunchalik hayajonlanib ketdimiz. Ba'zi vaqtlarda bir-birini tanlayolmay chiqib ketdi. O'chaqlarda bo'lsa afsuslanarlik hamda ko'nglimiz yerim bo'lgan ahvollar bo'ldi. Lekin bek yaxshi o'rlashtiribdi bu programmani. Bir-birisi bilan tanishib shu so'g'atlarni elib chiqib ketgandan keyin uymushlar bir to'y qisi bo'libdi hamda to'y qilgandan keyin sayohatlar bor bularniki. Bu sayohatlarga erishsa, mushlar bir baxtli bo'lsa deganlarni o'ylab chiqib bek qo'shib ketdiman. Uydagilarni biz yoqtirib ko'ramiz. Men dastlab ko'rgan vaqtimda bek hayron qolgandim-ku. Keyindan ajab yaxshi bo'lgan. Men shunchalik oldirash, shu ko'rishib yo to'y qutishidganga yo bir tamoq yeydigan bir vaqt yo'q ekan. Shunchalik ish qilib beralik. Xizmat oldirash uchun yaxshi bir program bo'libdi. deb o'ltirib biz uydagilar bilan bo'lsa siz bir chiqib baqqan bo'lsangiz deb başladı doim ish qilib ber vaqtda shu elchi programmamizni vaqtimni qo'yib ko'rmash qilib. O elchi programmamizniki
Aşı meydan kelish nayt yaxshi bo'ldi. Xizmat, turmush, o'rganish besimi sababli jo'ri izlash imkoniyati oz bo'lib qolganligi nisbatan bu bir xil yangicha sahna bo'libdi deb o'yladim men o'zim shaxsan. Su ishganda quduq qazg'ichini unutmaslik kerak. Elchi programmamiz ro'yobga chiqishdan ilgari biz nurg'un ajr qildik. Sahnaga elib chiqishdan burunmi nurg'un xizmatlarni ishladik. Dal mushu vaqtda biz qo'llashga eng ehtiyojli bo'ldik. Bizni har soha har kasbda turli mahsulotlar bilan ko'pchilikning olqishiga erishgan, iste'molchilarning ehtiyoj nuqtasida turib mulozimat qila olgan korxonchilarimiz alohida qo'llab berganligi uchun bugungi kunda elchi programmamiz 25 son muvaffaqiyatli ishlanib ko'pchilikning nazarida bo'la oldi. Demak, bu nuqtada biz korxonchi do'stlarimizga samimiy rahmatimizni aytamiz. Sizlar bo'lganliginglar uchun elchi ro'yobga chiqdi. Sizlar bo'lganliginglar uchun elchi programmasi rangdor ishlanib, tomoshabinlarning diqqat e'tiborida bo'ldi. Yaqindan buyon kishilarning yoqtirib ko'rishiga erishib kelayotgan elchi programmasi bir-biri bilan uchrashamay qilayotgan qiz yigitlarni tepishtiradigan programma bo'lib qolmasdan, kelin va qaynona o'rtasidagi bir-biriga bo'lgan adab, axloq, oiladagi qilish tegishli ishlarni tarbiya jihatda bizni yetaklab mangsa, uningdan sirt ayollik turmushdagi qonuniy bilimlarga bizni ega qilib kelmoqda. Buningdan keyin kamera shirkatiniki davomli buningdan yaxshi programmalarni vujudga chiqarishiga chin qalbimdan tilakdashman. Hamda Sabila shirkatimizmi davomli kamera shirkati bilan hamkorlashishni xohlaydi. Men Tilsim Oltin do'konining do'kon boshlig'i Abdulla bo'laman. Yaqinda kamera shirkati ishlagan elchi programmasi keng ko'rman do'stlar tomonidan yaxshi ko'rilyotdi. Shu munosabat bilan men kamera shirkatining bundan keyingi programmalarininki yaxshi bo'lishini umid qilaman. Elchi programmasi qo'ygan tartib hozirgacha xalqniki yoqtirib ko'rsa erishdi. Endi bu odatga bir programma emas, qonun jihatchiq masalaga yaxshi tushuncha berdi. Biz Xinjiang o'zining yemaklik taraqqiyot shirkati mushlar bir yaxshi programmani qo'llamamizga nat xursand bo'ldik. Bundan keyin kamera shirkatiniki taxmin yaxshi programmani ishlab chiqarishiga ham davomli qo'llaymiz. Aziz do'stlar, yaxshimisizlar? Men korxona yetakchisi Nurmuhammad Ma'lum bo'laman. Elchi programmasi yo'l qo'yilgandan beri men izchil intayin yaxshi ko'rib ko'ryapman. Mush elchi programmasi intayin aktiv energiyalarni hosil qilyapti. Mush program yo'l qo'yilgandan beri keng xalq ommasining to'ylishish, turmush, psixika, qonun jihatdan tushunchasi intayin cho'nqurlab beryapti. Mush elchi programmasi orqali nurg'ulgan korxona xo'jayinlar o'zining ilan tashviqotlari bilan intayin yaxshi unumlarga erishyapti. Ham bundan keyin keng xalq ommasining bu elchi programmasini bundan keyin yaxshi ko'rishini ham yaqindan qo'llab-quvvatlashini chin ko'nglimdan umid qilaman. Qadrli tomoshabin do'stlar, tövanda men sizlar eng ko'p so'ragan qiziq nuqtaliq bir savolga javob beraman. Nurg'un do'stlarimiz bizdan mush elchi programmasi yo'l qo'yilib, zodi qanchalik yosh to'y qildi. O'ylanish guvohnamasi ola oldi. Rost ular oxirga chiqa oladimi? Mush savollar bizni to'liq xush qildi. Biz g'oy tomoshabin do'stlarimizga davomini ko'ring. Kelarki sonda javobi chiqadi deb turdik. Xo'sh, bugungi sonda biz bu savollarga javob beramiz. Nazaringlarni ekrandan ayirmanglar. Söygen yarımga sovg'a qildim naqshamni zapmu güzel muhabbetli tulunaylı akşamni dilden söygen yarımga sovg'a qildim naqshamni güzel muhabbetli dolunaylı akşamni ayrılmayız ikimiz mengü görüştünüz sevgi izhardı gönlümüz bu bozulmaz derdimiz muhabbet sen, muhabbet sen, muhabbet sen, muhabbetim sen, muhabbet sen, muhabbet sen, muhabbet sen, muhabbetim sen.
Qo'l tutishib tushib ketgan yoshlar to'y qilamdi degan savol ko'p so'raldi. Natayin. Chunki tanlash erkinligi yanala yoshlarning ixtiyorligida. To'y qilish, to'y qilmaslikni ular o'zlari belgilaydi. Biz faqat ularga ko'rik bo'la oldik. Undaqda shuncha qo'l tutishib tushib ketgan yoshlar ichida zodi kimlar o'ylanish guvohnomasi ola oladi? Yaxşımsızlar köpçülük, muş vaxtınlar xeyirlik olsun. Elçi programımızı ikinci sahanda Amine bilan qo'l tutishib ketgan Ro'z Mamatdan sizlarga o'tib salam, ali ehtirom. Yaxşımsızlar köpçülük, muş vaxtınlar xeyirlik olsun. Men Elçi programımızın ikinci sahanda Ro'z Mamat bilan birga qo'l tutishib ketgan Amine bo'lman. Yaxşımsızlar köpçülük, men Elçi programımızın 7-ci sandagi Aqtam bo'lman. Yaxşımsızlar köpçülük, men 7-ci sandagi Aqtam bilan o'ngishli qo'l tutishib ketgan Mahbirat bo'lman. Yaxşımsızlar dostlar, men Elçi programımızın 8-ci sanında çıkan Mirzat bo'lman. Yaxşımsızlar dostlar, men Elçi programımızın 8-ci sanında Mirzat bilan qo'l tutishib ketgan Güzel bo'lman. Cevap naydi aniq bo'ldi. Programımızın 2-ci sanında qo'l tutishib ketgan Roza bilan Amine, 7-ci sanında qo'l tutishib ketgan Aqtam bilan Mahbirat, 8-ci sanında qo'l tutishib ketgan Mirzat bilan Güzel o'ylanish guvohnomasi oldi. Ular baxtlik musobaqa qarab at soldi. Undaqda 3 yoshning Sanya sayohati amalga oshdimi? Ular Sanyaga bora oldimi yo'q? Yaxşımsızlar köpçülük, men Elçi programımızın 7-ci sandagi Aqtam bo'lman. Yaxşımsızlar köpçülük, men Elçi programımızın 7-ci sandagi Aqtam bilan o'ngishli qo'l tutishib ketgan Mahbirat bo'lman. Bugungi sayohatimiz shunda ko'ngilli bo'ldi. Hamda boshqa ishlarni hisob qilmaganda shunda ko'ngilli bo'ldi. Shundaqmi? Shunday. Bek ko'ngilli o'yindiq. Faqat so'zish kimozni unutib qolgan hisob qilmagan. Lekin biz ham unutib qolgandek o'yinimiz, bek ko'ngilli o'yindiq. Paraxutlarga chiqib, sabishimizni qaygan hisob qilmaganda bek ko'ngilli bo'ldi. Yaxşımsızlar köpçülük, men Elçi programımızı 2-ci sanında çıkan Ro'z Mamatdan sizlarga yana bir qatam o'tib salam, ali ehtirom. Yaxşımsızlar köpçülük, men Elçi programımızın 2-ci sanında Ro'z Mamat bilan birga tushib ketgan Amine, sizlarga ali ehtirom o'tib salam. Biz bugun shu Şinjan Abida Biyo-Fan Texnik Şirketining o'rlashtirish bilan sayohatida dengiz bo'yida o'tib Amina, men bilan bu sayohatga chiqqaningizdan xush bo'ldingizmi? Ben hoş buldum. Ben ezelden denizini körep bakmagan, paraxutqım o'tirib bakmagan. Ben hoş buldum. Yani mening mustaq bir arzuyum var. Bu yerga kelgandan keyin shuni his qilib qoldim. Ata-onamizni mo ishga o'tdik, ata-onamizni tang bir aklib, meshay sayohat qildirib ketsak, tiximda xush bo'ladi. Bizni shu sayohatga o'rlashtirgan Elçi programmasi bilan, yana shu Şinjan Abida Biyo-Fan Texnik Şirketiga yana rahmatimni bildiraman.
ikkimizni elchi programmamiz tanıştırıp müştaq bir to'y qilib qolmagan bo'lsak uchrashishni qalamizdik. Lekin Rasulbek rahmat sizlarga baxsh bo'ldik. Yaxshimisizlar tomoshabinlar, men elchi programmasining 8-sonida chiqqan Mirzat Mejitqulman. Mana shu go'zal qizni 8-sonda ochib ketgan Mirzat men shu. Yaxshimisizlar tomoshabinlar, men shu achchig'i yomon. Qapaqtirib olgan boladan chiqib ketgan go'zal men shu. Undan bek achchig'i yomon emas qandi. Tekemanmi ya? Sizning yaningizda shuna bo'lib qoldingiz. Biz bugun sayohatga chiqdik. Sayohatga chiqib intayin ko'ngillik o'yindik. Shaxsan men shundan ko'ngillik o'yindim. Siz qanday o'yindingiz? Ko'ngillik bo'ldi ama shu. Yardımı Sizdan chiqdim emasmi bu yerga? Albatta ko'ngillik bo'ldi-da. Yaragan bo'ldi-ku. Ben bu qatımlıq Şirinay sayahatimizdə şu bir kollektivning qanchalik muhimligini, ondan keyin yangi turmush qurgandan keyin şu bir ailening qanchalik baxtli bo'lganligini, ondan keyin mas'uliyatning qanday bo'lganligini şu ishdan bekrak his qildim. Birinchi bo'lib o'zimning ota-onasiga ham şu yo'ldoshimning ota-onasiga hamda mening ota-onamga sizlarga ko'p rahmat aytmoq uchun ko'nglimdan rahmat aytmoq. Oxirida şu bizni Müsayyat kuruluştuğun elçi programması ve Şinjan Abide Biopentechnik şirketiga alayda rahmat aytma. Rahmat sizlarga. Rahmat sizlarga. Bu qitimliq sayohatga chiqib xush bo'ldik. Chunki yaxshi ko'rganimiz bilan shunday go'zal manzarlardan birga huzurlandik. Chunki o'zim yaxshi ko'rganim qishimda qadamda bir kulishib, o'ynashib külkü üzülmedi. Pek ko'ngillik bo'ldi bu qitim sayohat. Sizcha? Eklam ko'ngillik bo'ldi. Birinchi bo'lib elchi programmasiga rahmat aytamiz. Ikkinchidan Abida shirkatiga rahmat aytamiz. Bizga shunday go'zal asrlarni qoldiradigan sayohat fursati yaratib berganlarga ko'pdan ko'p rahmat. Oxirida bizga baxt tilagan, bizning baxtimizdan xush bo'lgan ko'rmanlarga ko'pdan ko'p rahmat. Ota-onalarimizning ikkimizga tilagan go'zal tilaklarga ko'pdan ko'p rahmat. Sizlarmo bizga o'xshash baxtli bo'linglar. Mana bugun elchi programmasining 26-sonini xulosalab o'tiribmiz. Eng dastlabda bu program ishlashga boshlagan vaqtida bizda nurg'unlar o'yinishlar, ikkilinishlar bo'lgan. Chunki to'ylish masalasi nihoyat nozik masala. Uning ustiga bu to'ylishga cho'nglarimizning nurg'unlar urf-odatlari, an'anaviy ko'z qarashlari singib ketgan. Navbat mush temini sahnaga olib chiqsak, cho'nglarimiz qanday ko'z qarashda bo'lar? Yoshlarimiz sahnamiz kilarmi? Atrofimizdagilar qanday ko'z qarashda bo'lar degan nurg'un bir o'yinishlar bo'ldi, ham biz turib qoldik. Mush vaqtida ustozlarimiz bizga nurg'un ilhom madadlarni berdi. Demsizmi, sharlish qadimning tizishga erishib, xizmat besimi kun-kunga eshyotdi. Shu vajdan yoshlarimizning o'ziga ajitigan vaqti kun sayi ozlab, bo'ytaqlish nisbati bag'ansiz ig'irlashyotdi. Demak, biz mush temini cho'qim o'tirib ap chiqayli, xalq uchun amaliy naf berayli degan maqsadda buni programmani boshladik. Ilg'or idealik yoshlar bizni qo'llab aktiv bilan qatnashib berdi. Ham ota-onalarmi bizni nihoyat qo'lladi. Uning ustiga korxonchilar, ustozlar bizga nurg'un ilhom madadlarni berdi. Mush munosabat bilan hammalarga rahmat aytamiz. Demak, biz tajriba to'pladik. Tajribamiz asosida sahnamizni rangdor mo'l qildik. Mushu programmani ishlash jihatda mayli qonun jihatdan bo'lsin, biz bu programmaningki mevasini ko'rdik. Buningdan keyin tajribamizni yakuniga asosda texnik nodir sifatli programmani sizlarga sovg'a qilish uchun tirishamiz. Har haftaning ma'lum bir kuni birov ishingizni chekadi. Kim deb so'raysiz? U elchi deb javob berdi. U elchi dal kameraliklar.
to'y qilish deganlik nag'riso'nay ovoz bilan shodlik cho'mish deganlik emas. Balki bir umrlik to'xtam bilan, bir umrlik bitim bilan bir uyga kirish deganlik. Umrlik musofaga yo'l ilish deganlik. Bu jarayonda jafodan birga bo'lish kerak. Rohatdimi birga bo'lish kerak. Mayli siz kimning farzandi bo'ling, mayli siz qandaq bir oiladan kelib chiqing, qarshi tarafga mas'ul bo'lishingiz kerak. Demak, programmamiz suratga ilinib 25 son bo'lganda biz 3 yoshning baxtlik to'y musofasini ko'rmanlarning diqqatiga suna oldik. Biz bundan ajoyib xushal bo'ldik. Chunki bu elchining ajri. Elchi programmamizning sababi bilan 3 oila emas, 6 oila baxtga cho'mdi. Ular bilan qo'shilib, urug' tuqqanlar bu baxtning ta'mini titidi. Biz elchi programmasi orqali davomli xush xabarlarni sizlarga yetkazsak deymiz. Bu jarayonda albatta yana davomli tomoshabin do'stlarimizning qo'llashiga, quvvatlashiga muhtojmiz. Har bir son programmamizga nazaringlarni berish jarayonida bizning qimmatli fikringlarni aymasanlarni ham umid qilamiz. Qadrli ko'rman do'stlar, programmamizning bugungi soni vaqt munosabati bilan mishada oxirlashdi. Va'damiz bo'yicha 27-sondan boshlab texnik nodir mazmunlarni huzuringizga sunish uchun tirishimiz. Bizni davomli qo'llab berishinglarni umid qilamiz. Xayr xo'sh, kelarki sonda ko'rishaylik.